Assalomu alaykum, hurmatli qadrdonlar, akalar, ukalar, aziz obunachilar. Qolaversa bizni musofir yurtda tomosha qilayotgan do'stlarimiz hammanglarga kun xayrli, barakatli bo'lsin. Uzoqda yurganlarga Allohim tinchligini bersin, salomatchiligini bersin, eson-omon ishlab vatanga qaytib kelish, oilasiga qaytib kelish nasib qilsin do'stlar. Bugun hafta kuniga 21-dekabr, yakshanba, lokatsiyamiz o'zgargani yo'q. Namangan mashina bozoridamiz, lekin havo o'zgargan. Do'stlar, yog'ingarchilik, qor yog'ib turibdi. Lekin shundan bilishinglar mumkin, biz sizlar uchun mehnatamiz do'stlar. Shunaqa ob-havo noqulay bo'lishiga qaramasdan ijroddamiz do'stlar. Shuning uchun doimo so'rab kelgan joyimiz, like bosing chiroyli qilib, obuna bo'ling, do'stlarga ulashing, kommentariyada chiroyli gaplar bilan bizni qo'llab-quvvatlab ketinglar, biz bosaveramiz. Xudo xolasa yaxshi mashinalar narx-navosi bo'yicha bilgani keldik. Malibu, Spark qo'ldan kelgancha ko'rsatamiz. Qolgani videoda gaplashamiz. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Xo'p do'stlar, sizlar ko'p so'raysizlar kommentariyada. Malibu bir mashinasi qatoriga o'tdik. Mashinalar qatoriga. Birinchi Malibu'miz narxidan boshlaymiz. Aka, buni yili nechi edi? 2012. 2012 pozitsiyasi? 2. Ikkinchi pozitsiya mexanikada. Mexanika lyukligi. Uchinchi pozitsiyani diskasini qo'yib qo'yilgan. Aha, diska o'zgargan do'stlar. Eltani bilasizlar, yarim koja, 5 yulduzli diska bo'ladi. Yarim koja, yarimi matodan bo'ladi, lekin lyuk ham hammasida chiqadi. Ba'zida hammasida emas, hammasi ham chiqarmaydi demoqchiman. Bular diska almashtirilgan ekan. Xo'p, aka, kraskasi qanaqa bo'lyapti? Kraskasi shu shofyor tomonidan oldi kriloda petno bor. Oldi kriloda shofyor tomonidan petnosi bor. Tak. Yurgani qancha dedingiz? 240 ming. 240 ming. Tak, yana nima? Gazi metan. Gazi metan. Metanga ham, benzinga ham yuradi. Pulini qana deyapsiz? Pulini 11 mingga beramiz. 11 ming. Xo'p. Barakasiga ozgina o'tib beramiz. Obunachilarga, ko'rayotganlarga o'tib beradigan joylari bor. Xo'p, telefon raqamiga 90 lik. 90lik 555 555 92 92 52 do'stlar, aloqaga chiqib, akani o'zlari bilan gaplashsanglar, chiroyli qilib yo'lida qilib berishadi. Mashina mexanikada, o'sha aytilgandek diska balon, 3-pasda qo'yilgan. Mashina yaxshi holatda. Malibu'da oqi ham, stanlosi ham, qorasi ham baribir juda ham chiroyli. Baribir bu mashinalar neobichniyda, любой rang yarashaveradi. Ko'proq menga qora rang yoqadi. Malibu bir ishqibozlar, sizga qaysi rangi yoqadi? Yozib keting izohlarda. Stanlo ham sizlardanmi aka? Stanlo? Uni ham ma'lumotini beraveramiz. 2012. 2012. Ma'lumotini beraveramiz darshaga. 2012 193 ming yurgan, mana shu bitta kriloda kraskasi bor. Yon yo'lovchi tomondami? Aha. Yo'lovchining oldi kriloda kraskasi bor. Yurgani 193 ming. 193 ming. Tabletka propani bor. Propan tabletga qo'yilgan. 3 diska. Bu ham mexanika dedingiz? Ha, mexanika 2 lyukli. Hop, endi puli qanaqa bo'lyapti? Puli bu ham 11 ming ozgina o'tib beramiz. 11 mingga barakasi o'tib bergan. Telefon raqamini bitta takrorlab qo'yamiz. 90lik 555 92 52. 92 52. Sizda hozir ikkita bo'lyapti. Boshqa narigi oq turganmi? Ha. Bo'ldi aka, uni ham hozir qo'yib yuboramiz. Endi avval ma'lumotni telefonga yozib olayotgandik. Endi yog'ingarchilik bo'lgani uchun baribir sovuq kun sovuq. Shunaqa bo'lsa ham iloji boricha tez-tez gaplashib turib, ma'lumotini olib tomoshabinga yetkazaylik deyapmiz. Uka, yana bitta bor ekan. Bo'ldi. Xo'p, do'stlar, navbatdagi Malibu bir mashinamiz bu ham mexanikada ekan, lyuki bor. Aka, ma'lumotni beraverasiz? 2015-yil. 15. Hop, 200 ming yurgan. Kraskasi, hop, klient tomon orqa kriloda chiziqdan pastida bor. Ha, o'tmaydi. Kraska emas. Hop. Pastda kraskasi bor. Mashina yoqilg'i turi metan, benzin, metanda. Metanda benzin bor. Hop, pulini qana deyapmiz? Pulini 12 ming ozgina o'tib beramiz. 12 ming o'tib beriladigan joylari bor do'stlar. Tak. Bu mashina endi haqiqatan haqiqiy amerikanskiy karavel do'stlar. Malibu bir minganlar ishqibozlari biladi. Bu mashina yumshoqligida ham, trassada ham, noldan chiqqanda ham juda yaxshi. Bu ham yumshoqligini ham ushlab beradi, trassada ham ushlab beradi.
Juda zo'r mashina, komfort jihatdan ham hamma jihozlari bor bunda. Kommentariyaga yozib keting do'stlar. Agar siz Malibu bu mashina xarid qiladigan bo'lsangiz, qanaqa rangisini olgan bo'lardingiz? Oq, qora yoki staloy? Do'stlar, navbatdagi Malibu 1 mashinamiz 3-pozitsiyada. Akadan ma'lumotlar olaveramiz aka. Eng oxirgi pozitsiyasida 65 talik propani bor. Nakitkalari ham qimmatdan chexollargacha zo'r. Qo'shimcha jihozi bor, nakitga chexollar bor. Dokument bo'ladi. 10.700 aytibdi. Kelishtirib beramiz ozmoq tushib beramiz. Hop, telefon raqamini aytib olasiz. 99 977 0020. Hop, endi yili, kraskalari. Yarim yotib puli bo'lsa 5-6 oy, 1 yilgacha kelishib qolsa variant ham beradi. Halol nasiyaga. Ha, halol nasiya. O'zimiz o'zaro beramiz. Bo'ldi. Endi buni yili yurgani qanaqa bo'ladi? 12 215 ming yurgan. 2012-yil 215 ming. 15 ming yurgan aka. Hop, keyin mashina nima dedingiz? Metanda dedingizmi? Propan 65 talik. 65 talik kapsulali dedingiz-a? Bo'ldi, gaplashib turganimizda do'stlar 65 talik propan propan gaz balon qo'yib qo'yilgan. Mashina akani o'zlar bilan gaplashtirib, to'g'risi o'zim ham bu mashinaga juda ham qiziqaman. Hali ham davom etyapti. Yumshoq deyapti bu. Haqiqatan endi kimga qanaqa, lekin ancha kimga qanaqa emas, endi kimdir endi to'g'ri. Kimdir Gentrash ko'rar, kimdir Cobalt, kimdir Malibu bor. Bu mashinalar o'z davrida ham hozir ham o'rnini yo'qotgan mashinalar emas-da. Xo'p. Qimmat nakitga chexollarda o'rnatib qo'ygan ekan do'stlar. O'shani rosa yoqtirdi. Rechaklarni almashtirib qo'yishibdi ekan. Mashina yaxshi chizilgan, qilgan joylarni ko'rganim yo'q. Mashinada, voy, bu mashinada yashasang bo'ladi-da. Do'stlar, like bosib keting. Malibu bir fanatlari, biz yolg'iz emasmiz. Xo'p, do'stlar, Malibu 2 dan ham qo'shib qo'yamiz orasiga. So'raydigan do'stlarimiz bor. Aka, ma'lumotini beraverasiz. Yili yurgani kirasi 2008 66 ming halol yurgan. Hop. 4-pakeleniya metan gaz. Kraskalari? Kraska родной. Родной kraskada. 2.4 atmosferniy. 2.4 atmosferniy. Ano nima edi? Premier bunisi? Premier. Full. Tushunarli. Full variant. Telefon raqami aytasiz aka, pulini? 99lik 407 26. 26. Pulni qancha dedingiz? Pulni aka 19.800 barakasiga o'tib beramiz. O'tib beradigan joylari bor. Bizni obunachilar, bizni nomimizdan chiqqanlarga albatta o'tib berasizlar, chiroyli qilib. Yangi yil oldi chegirmalar deb. Hozir hamma chegirma olib tashadi. Do'stlar, ko'ringlar, mashina yaxshi holatda. O'zimizni ko'zimiz bilan qaraganda, agar o'zingizlarga ko'zinglar bilan ko'rmoqchi bo'lsangiz, kelib ko'rasizlar. Lekin biz ham shu aytganimizdek yaxshi mashinalarni sizlar uchun ilinamiz. Xo'p, mashina yaxshi holatda, qirilgan, chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Yaxshi do'stlar. Bo'ldi-ku. Xo'p, do'stlar, orasiga endi trekkerlardan ham qo'yamiz. So'raydigan do'stlarimizning nimalari bor? So'raydigan odami bor. 23 trekkerimiz. Hop. Premierda bu redline qilingan, plus qilingan. 19 ming probegda. Benzin holatda, mashina xudo xohlasa chiroyli, kraskalar toza, xohlagan dokumentlari bo'ladi. Buni ham o'zimiz nasiya holatda ham kelishib bersa bo'ladi. Naqdga debdi, 16900 ga debdi. 16900. Ha, yo'lida qilib bergan. Undan o'yitidan teproq aytdi-ku, sizga kanalingizga bo'ladiganroq qilib aytdi. Lekin bir yaxshi odam bo'lib qolsa, telefon qilib kelishib qolsanglar, sal o'tib berasizlar, baribir endi biz xudo xohlasa kelishib obunachilarimiz bor. Ko'pmasi o'zi bo'ladigan aytdi. Bo'ldi. Sizning nomingizdan kelsa mayli. Do'stlar, agar bizni nomimizdan chiqadigan bo'lsanglar, chiroyli savdolashib qolsanglar, gapinglar bir-birlarga yoqib qoladigan bo'lsanglar, chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz deyapti. Nasiya savdo ham qilib beramiz qish kunida. Ha, nasiya savdo bo'lsa kelishaveramiz. Do'stlar, halol nasiyada chiroyli qilib yo'lida qilib beramiz deyapti. Anaqasi yo'q, nima deydi? Foizlari yo'q. Halol nasiya o'z nomi bilan mashinaga bitta razm solib qo'yaman. O'zim ko'zim bilan. Xo'p, do'stlar, mashina yaxshi, qirilgan, chizilgan holatda emas, ideal. Shuna haqiqatan pastki qismlari ham bunaqa chizilgan joylarni ko'rganim yo'q. Zo'r mashina holati. Bemalol men sizlarga maqtashim mumkin, tavsiya qilaman sizlarga shu mashinani do'stlar. Hop.